Pastdarg'om tumani 23-maktab birinchi sinf o'quvchisi Umar Hayyom Hamrayev. Hozir u kishi dunyo siyosiy xaritasidagi mamlakatlarni xaritadan ko'rsatib beradi. Umar Hayyom, savolimizga javob bering. Dunyo siyosiy xaritasida hozirgi kunda nechta davlat bor? 230 ta. 230 ta. Mana shu 230 ta mamlakatlarning eng rivojlangan mamlakatlari, territoriya jihatdan katta bo'lgan davlatlarni hozir xaritadan ko'rsatib berasiz. Birinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'rsating. Amerika Qo'shma Shtatlari. Xo'sh, Kanada davlati yaxshi. Meksika davlatini ko'rsating. Demak, Meksika AQShning janubiy qismida. Janubiy Amerikada Braziliya degan davlat. Bu eng katta davlatlarimizdan bittasi. Xo'sh, Avstraliya. Materik davlat. Qaysisi? Demak, Avstraliya hamma yagona materik hamda davlat. Xitoy. Xo'sh, Yaponiya. Koreya. Xo'sh, Rossiya. O'zbekiston. Shuncha yashillar. Uning shimoliy qismida Qozog'iston davlati bor, qo'shni respublika. Qozoqlar, Qozoq respublikasi uning shimoliy qismida joylashgan Qozoq davlati. Endi Yevropadagi rivojlangan mamlakatlarga o'tamiz. Buyuk Britaniyani ko'rsatasiz. Xo'sh, uning janubiy qismidagi davlat, rivojlangan mamlakat Fransiya davlatini ko'rsating. Fransiya. Ana shu yerda to'g'ri. Endi Italiyani ko'rsating. Italiyami? Italiya. Xo'sh, Germaniyani ko'rsating. Germaniyami? Ana shu yerda joylashgan. Xo'sh, Turkiya. Turkiya. Ana shu yerda joylashgan. Asosiy davlatlar mana shu iqtisodiy jihatdan rivojlangan, territoriyasi jihatdan katta bo'lgan mamlakatlar. Xo'sh, shu yerda yana Ironni ham ko'rsating. Eron. Turkiyaning yonida, demak, arab mamlakatlari, Saudiya Arabistoni, Eron, Turkiyaning demak o'ng taraf qismida joylashgan. Eron mamlakati, Iroq ko'rsatdingiz boya menga. Iroq bilan Eronni ko'rsatdingiz-ku menga. Iroq bilan Eron. Turkiyaning bu tarafida, demak, o'ng qo'l tarafida, ya'ni sharqiy qismida mana shu yerda Eron joylashgan, Iroq joylashgan, ana shunday. Xo'sh, Grenlandiyani muzliklardan bilan qoplangan, Kanadani oldida muzliklar bilan qoplangan davlat. Grenlandiya. Grenlandiya davlat. Bu eng katta orol, muzliklar bilan qoplangan davlat. Endi qarang, okeanlardan Atlantika okeanini ko'rsating qani? Ana shu Atlantika okeani. Xo'sh, Hind okeanini ko'rsating qani? Xo'sh, Tinch okeanini ko'rsating qani? Ana ham bu yoqda, ham bu yoqda. Nimaga endi ham bu yoqda, ham bu yoqda? Bu yoqda Tinch, bu yoqda Tinch. Bu nima uchun shunday? Yer shar shaklda bo'lganligi uchun, demak, o'sha bitta narsa bu yoqda ikki tomonda ko'rinyapti. Yaxshi, yana ham boshqa mayda-mayda davlatlarni ham o'rganishda davom eting. Demak, davlatlarni dunyo siyosiy xaritasida joylashuvi bo'yicha bilimlaringiz yaxshi.